Qo'g'irchoq. Endi Qorbobodan nima so'ragan bo'ladi? Atlasi Qorbobodan sen nima so'ragan bo'ladi? To'p. Islom sen Qorbobodan nima so'ragan bo'ladi? Multiq. Rahmat. Sen Qorbobodan nima so'ragan bo'ladi? Karta shkola. Rahmat. Nihoyat sen Qorbobodan nima so'ragan bo'ladi? Qo'g'irchoq. Imon sen Qorbobodan nima so'ragan bo'ladi? Chiroyli ko'ylak. Salomat bo'l qizim. Qorbobodan nima so'raysiz? Men Qorbobodan sendek yosh qizcha bo'lib qolish so'rardim. Rahmat. Alaykum ustoz, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Yo'q. Sizga bir savolim bor edi. Agar Qorbobodan sovg'a olish imkoniyati bo'lganda siz nimani so'ragan bo'lardingiz? Bolaligimga qaytgim kelardi. Ota-onam bilan birga o'tgan damlarimga. Aynan qaysi yoshga qaytgan bo'lardingiz? 5 yoshimga. Ajoyib. Assalomu alaykum, bir minut, yaxshimisiz? Agar Qorbobodan sovg'a so'rash sizda imkoniyati bo'lganda, siz Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz? Qorbobodanmi? Ha. Yoshligimga qaytib qolish so'rardim. Ajoyib. Albatta yoshligingizga qaytasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bayramga tayyorgarlikmi? Albatta. Tabriklayman bayramlaringiz bilan. Rahmat. Hammamizga muborak bo'lsin. Endi sizga savolim bor. Agar Qorbobo sizning yoningizda uchrab qolsa, siz Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz? Men Qorbobodan pushtigelik so'rardim. Pushtigelik? Ofarin, Qorbobo, bizga pushtigelik kerak. Mana Qorqizni ham tutib oldim. Qorqizjon, charchamayapsizmi? Qorqizjon, agar sizdan haqiqiy Qorbobo oldingizda uchrab qolsa, siz Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz? Katta yugurishgacha. Qorbobo, bizga yugurishgacha kerak. Yangi yil kuni kutamiz. Assalomu alaykum ustoz, xo'rlang, yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan avvalambor aytingchi, agar oldingizdan haqiqiy Qorbobo uchrab qolsa, siz Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz? Chanasida uchishni xohlardim, so'ragan bo'lardim. Osmondagi chanasida demak-a? Qorbobojon, yangi yil kuni kutamiz. Bizni chanamizni uchirmasangiz bo'lmaydi. Ana bolajonlar, mehmon bo'lib ustozimiz keldi. Assalomu alaykum ustoz, bolajonlar, yaxshimisizlar? Ustoz, bayramlaringiz bilan tabriklayman. Rahmat, birga bo'lsin. Haqiqiy Qorbobo, tasavvur qiling, haqiqiy Qorboboni uchratib qoldingiz. Siz Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz? Men Qorboboga hammani uyiga baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik olib kelishini tilagan bo'lardim. Rahmat kattakon, siz ham baxtga to'lib yuring ustoz, rahmat. Assalomu alaykum Sherxon, qalaysiz? Rahmat. Yangilaringiz bilan birga bo'lsin. Sizlarning ham rahmat kattakon. Aytingchi, agar siz haqiqiy Qorboboni ko'rib qolsangiz, Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz? Hammaga sog'lik, salomatlik, yetqinchiliklarga baraka, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lishini so'radim. Barakallarimizning baxtini so'radim. Barakalla, rahmat, sog' bo'ling. Xo'rlang ustoz, charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Bayramlaringiz bilan kirib kelayotgan tabriklayman. Rahmat, hammamizga birga bo'lsin. Agar oldingizdan hayotda haqiqiy Qorbobo uchrab qolganda, siz nimani so'ragan bo'lardingiz? Abadiy yoshlikni. Abadiy yoshlikni, ajoyib javob.